Hozir sizga savol beramiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga yengil taksidan voucher beramiz. Savol: qaysi oyda 29 kun bo'ladi? Fevral oyida. Qaysi oyda 29 kun bor? Fevralda. Qaysi oyda 29 kun bor? 29 kun fevral oyida. Qaysi oyda 29 kun bo'ladi? Hamon. To'g'ri. Siz yengil taksi tomonidan Vodil ichida bir martalik zakazga tekin voucherni qo'lga kiritdingiz. Salomat bo'ling. Qaysi odamning to'g'ri gapi yolg'on, yolg'on gapi to'g'ri? Yolg'onchalar. To'g'ri. Siz bir martalik voucherga ega bo'ldingiz. 5 ta odam 5 ta ishni 5 daqiqada bajarsa, 100 ta odam 100 ta ishni necha daqiqada bajaradi? 5 daqiqada. To'g'ri. Siz savolimizga to'g'ri javob berib, yengil taksidan bir martalik voucherga ega bo'ldingiz. Agar sen meni bor deb aytsang, men yo'q bo'laman. Men kimman? So'yasdi. Yo'q. Agar meni bor deb aytsang, men yo'q bo'laman. Men kimman? Nima deyapman? Podpiskiz, mana bilmadim. Siz podpiska bo'lganmisiz? Qani ko'raylik. Mana men Xo'p, aziz kuzatuvchilar, biz tasodifan o'zimizni podpisligimizni, ya'ni obunachimizni topib oldik. Ularga bizga obuna bo'lganlar uchun bitta voucherni beramiz. Mana marhamat. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Obuna bo'ling. Keyingi ishtirokchimiz siz bo'lishingiz mumkin. Va yengil taksini chaqirib manzilingizga bir zumda yetib oling.